Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan 4-sinf matematikasining 3-qismidan 73-mavzu bilan birga tanishib o'tamiz. Mavzumiz bo'lish ekan. Yondosh mavzu sharikli ruchkalar haqida gaplashar ekanmiz. Sharikli ruchkalar nima? Sharikli ruchkalar yozish uchun mo'ljallangan asbob bo'lib, uning uchida juda kichkina metal sharigi joylashgan. Yozish vaqtida sharik aylanishi orqali siyoh qog'ozga uzatilib yoziladi. Sharikli ruchkaning birinchi bo'lib 1938-yilda vengriyalik ixtirochi yaratgan. U gazetada siyoh tez quriganini kuzatgan. Shu tamoyil asosida yangi ruchka ixtiro qilgan. Bugungi kunda kelib eng ommabop vosita, yozish vositasi sifatida qo'llanib ketilmoqda, bu ishlatib kelinmoqda. Siyohli ruchkalar sharikli ruchkaga o'tilgan. Endi ishlash prinsipiga keladigan bo'lsak, ruchka qog'ozga tekkanda sharik aylanadi. Aylanish natijasida siyoh sharik orqali qog'ozga chiqariladi. Siyoh tez quriydi va yozish aniq bo'ladi sharikli ruchkaga. Afzalligi haqida gaplashadigan bo'lsak, siyoh tez quriydi, oson va qulay ishlatiladi sharikli ruchka va yozuvni uzoq saqlaydi. Sharikli ruchkada yozilgan yozuvlar o'chib ketmas ekan, uzoq vaqtgacha turadi. Endi birinchi misol, sharikli ruchkalar ikkita qutiga teng taqsimlangan. Keyin ularni 2, 4, 5, 6 ta qutiga teng taqsimlash uchun mumkin bo'ladi. Ruchkalar soni nechta bo'lishi mumkin? Endi sharikli ruchkalar ikkita qutiga teng taqsimlangan ekan. Keyin ularni yana 2 ta, 4 ta, 5 ta va 6 ta qutilarga teng taqsimlash mumkin ekan. Ruchkalar soni nechta bo'lishi mumkin debdi. Biz shunday son topishimiz kerakki, bu yerdan tanlaydigan bo'lsak, u 5 ga ham bo'linishi hisobidan mana bu 28 bilan 56 ni ola olmaymiz. 4 ga bo'lish hisobidan 30 da ola olmaymiz. Va bu qolgani hammasi 5 ga bo'linadi, bu uchalasi. Ahamiyat qaratganimiz 6 ga bo'linadi, 5 ga bo'linadi. 5 ga, 6 ga va 4 ga bo'linishi kerak va 3 ga bo'linishi kerak. 100 3 ga bo'linmaydi. Buni ham ustidan uramiz. 150 3 ga bo'linadi. 4 ga bo'linmas ekan. Buni ham olmaymiz. O'z-o'zidan 60ligi kelib chiqadi. 60 2 ga ham bo'linadi. 3 ga ham bo'linadi, 4 ga ham bo'linadi, 5 ga va 6 ga ham teng bo'lsa bo'ladi. Shuncha qismlarga bo'lsa bo'ladi. Shuni olar ekanmiz. Keyingisi. Ikkinchi misol. Qoldiqsiz bo'lish qanday ruchka bilan yozilgan? Oldin bilan bo'lib chiqamiz. Demak, 24 ichiga 8 3 marta bor va 3 qoldiq. Bu to'g'ri kelmas ekan. Keyingisi. 14 ichiga 7 2 marta bor va 2 ni ichiga 0 yozamiz va 27 ni ichiga 3 marta bor 6 qoldiq. Demak, bu ham qoldiqli chiqdi. Bunisini bo'lamiz. 48 ichiga 4 marta bor va 6 qoldiq. Bunisi 53 ichiga 8 ta bor, 48 ayirsak bu 5, 56 ni ichiga 9 ta bor, 50
4 va 2 qoldiq ekan. Bu ham qoldiqli chiqdi. Keyingisi 35 ichiga 7 ta bor. 15 ekan bu. Uzr kechirasizlar, 5 ta bo'lma. 35 ichiga 15 2 marta bor. Endi 30, 59 ichiga 3 marta bor, 45 va 59 dan 45 ta ayirsak 145 ta ichiga esa 9 ta bor, 135 10 qoldiq. Endi bunisi 51 ichiga 4 marta bor, 44 ayirsak 51 dan 44 ta ayirsak 83, buni ichiga 51 dan 44 ayirsak yo'q, 73 ekan. 73 ta ichiga 6 marta bor, 66. Endi tushiramiz. 73 dan 66 ni ayirsak bu bitta olaveradi. 13 dan 6 ketsa 7, 77 ni ichiga 7, 11, 7 marta bor. Mana bu pushti rang bilan belgilangan ekan. Qoldiqsiz bo'linadigan. Endi taqqoslang. Bularni bo'lib yozib taqqoslaymiz. Birinchisi 48 ni 4 ga bo'lsak 3 ga, 3-misoldan bu bitta va ikkita 12 ekan. Bunisi esa 38 va bu katta ekan. Keyingisi bu 124 ichiga 15 8 marta bor. 40 ta noli 120, 45 ta ichiga esa 3 marta bor. 83 ekan. Bunisi esa 16 ni ichiga 8 ta bor, 4 ta ichiga 2 ta bor. Bu 83 katta bo'lar ekan. Bunisi buni ichiga 18 ta ichiga 9 2 marta va bu 21. 21 ta ichiga 6 3 marta bor, 18. Endi bera 3 6 36 ni ichiga 6 marta bor, 6. Demak, bu katta bo'lar ekan. Keyingisi 171 ni 9 ga bo'lsak 17 ni ichiga bitta bor, 81 ta ichiga 9 ta bor. 133 ni 7 ga bo'lsak 13 ta ichiga bitta va 63 ta ichiga 9 ta. Bu ikkalasi teng bo'lar ekan. Bu 10. Bunisi esa 11 ta ichiga 1 marta va 42 ni ichiga 6 marta. Bu katta bo'lar ekan. Bu 16 ni ichiga 3 marta bor, 5, 30, 10 ni ichiga 2 va 0 ni ko'chiramiz. 25 ta ichiga 3 marta bor, 21, 42 ni ichiga 6 va 0. Bu katta bo'lar ekan, 320 emas bu. 4. Ruchkali, sharikli ruchka pastasi taxminan 48,000 harfni yozish uchun yetarli. Bir so'zda o'rtacha 6 ta harf mavjud. Bitta A4 varog'idagi qo'lyozmada 300 ta so'z sig'sa, bu sharikli ruchka nechta varoqni to'ldirishga yetadi? Demak, 48,000 ta harf yozar ekan bitta ruchka. Bunga qisqa shart tuzib olamiz. Endi shartda bitta ruchka pastasi yetadi 48,000 harf yozishga. Bitta so'z o'rtacha 6 ta harfdan iborat ekan. Bitta A4 varog'iga 300 ta so'z sig'sa, bitta ruchka nechta varoq to'ldiradi debdi. Endi birinchi 300 ta so'z sig'sa, 300 ta so'zda nechta harf borligini topish uchun 300 ni ko'paytiramiz. Bitta so'zda o'rtacha 6 ta bo'lgani uchun 6 ga. Bu 1800 chiqadi. Endi 48,000 ni 1800 ga bo'lamiz. 48,000 bo'lingan 1000
800. Buni ichiga ikkita bor. 36.000, 3600 va 2 1 va 0 ni tushiramiz. Buni ichiga 6 ta bor. 0 0 48 8 10. Ayirsak 0 0. Bu yerda 2 va 1. 26 ta varaq to'lar ekan va 1200 ta harf ortib qoladi. Bu harflarni endi biz 6 ga bo'lsak, nechtadir so'z ortib qoladi-da, shu ishni qilsak ham bo'ladi. 1200 ni bo'lamiz. Bu so'z edi-ku. 6 ga bu bo'ladi 200 ta so'z. Javobga yozamiz. 26 ta varaq to'ladi. Va 200 ta so'z yozsa bo'ladi. So'z yozsa bo'ladi. Endi bu 4-masala edi. 5. Sardorning aytishicha, sharikli ruchka pastasi eni 1150 metr, bo'yi esa enidan 5 marta uzun bo'lgan to'g'ri to'rtburchak chizishga uchun yetadi. Akmal esa bo'yi 400, eni bo'yidan 170 metr qisqa bo'lgan to'g'ri to'rtburchak chizish uchun yetadi deb hisoblaydi. Agar sharikli ruchkaning pastasi 1500 metr uzunlikdagi chiziqni chizishga yetsa, bolalarning qaysi biri haq? Demak, birinchi Sardorni ko'ramiz. O'chirib. Beshinchi masala desak. Sardor. Demak, perimetrini topishimiz kerak. Biz oldin birinchi qiladigan ishimiz 1500 dan eni esa 5 marta uzun bo'lgani uchun enini topamiz. Bu chiqadi 750 va biz perimetrini topamiz. 150 qo'shilgan 750 ko'paytirilgan 2 bu bo'ladi 1800 metr. Demak, bu 1800 metr ekan. Demak, bu katta 1500 metrdan. Demak, yetmaydi bitta ruchka. Endi Akmalni qarashi bo'yicha endi aytsak, 400 metrdan 170 metr qisqa. Demak, 400 dan 170 ta ayirsak, bu bo'ladi 230. Endi buni perimetrini topamiz. 400 qo'shilgan 230 ko'paytirilgan 2. Bu 630 bo'ladi. 630 ni 2 ga ko'paytirsak 1260 metr. Bu 1260 metrga yetadi debdi. Buni chizsa bo'ladi 1500 metrdan kichkina. Endi 6. Uchburchaklarning yuzini sharikli ruchka bilan bo'yaldi. Bu uchburchakning kataklari hisobidagi yuzi qanday? Bu 100 kvadrat santimetrlarda qanday bo'ladi? Endi biz oldin butun kataklarni sanab olamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ta butun bor ekan. Mana bu ham yarimtalik. Demak, 14 ta butun va yarimtaliklarni sanaymiz. 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12.
12 ta yarimtalik bor ekan. 12 ni 2 ga bo'lsak, 2 ta yarim bitani bergani uchun bu 14 qo'shilgan 6 teng 20 ta katak bor ekan. Biz bilamiz 1 santimetr kvadratga 4 ta o'ta deylik katak ketadi. Shuni hisobidan 20 tani 4 ga bo'lsak 5 santimetr kvadrat buni yuzi bo'ladi. Ifodalarni hisoblang, ularni qiymatlarini topshiriqlarning savollariga javob bo'ladi. Birinchi sharikli ruchka qachon paydo bo'lgan? Bu savolga mana buni yechish orqali javob topamiz. Birinchi ish, ikkinchi ish va uchinchi ish ekan. Birinchi bo'lish ekan. 21793 bo'lingan 37. Buni bo'lib ko'rsak agar 589 chiqar ekan. Endi ikkinchi ishimiz 433 ni ko'paytiramiz 3 ga. Buni javobi chiqadi. Orqadan kelamiz. 9 va 12. Endi bunga buni qo'shamiz. Uchinchi ish bo'ladi. 1 2 3. 589 ga qo'shamiz 1299 ta. Bu bo'ladi 1888. Ana endi 4-chi ish 43 ga qo'shamiz 1883 ta. Bu bo'ladi 1931. 1931-yil ekan. Endi keyingisi birinchi ish, ikkinchi ish, uchinchi ish 4, 5, 6 va 7. Birinchi ko'paytiramiz, ya'ni 2005 ni ko'paytiramiz 8 ga, bu bo'ladi 16040. Ikkinchi ish esa 704 ni ko'paytiramiz 19 ga, bu bo'ladi 13376. Endi bundan buni ayiramiz. Bu uchinchi ish 16040 ayrilgan 13376. Bu chiqadi 4 6 va 2. Endi 4-chi ish ko'paytirish yana 702 ko'paytirilgan 860. Bu bo'ladi. Ko'paytirsak 603720. Endi bundan ayiramiz 5-chi ish 603720 dan ayiramiz 603712 ni. Ayirsak javobi chiqadi 8. Endi 6-chi ish esa ikkita qavsda chiqqan javobini 3-chi ish bilan 5-chi ishda javobini bo'lamiz. 2664 bo'lingan 8. Bu 3 ta bor, 33 chiqadi. Ana endi 7-chi ish 333 qo'shilgan 1651. Buni javobi chiqadi
1984. 1984. Endi savollarga javob beramiz. Birinchi sharikli ruchka qachon paydo bo'lgan? Demak, bunga yozamiz 1931-yil. Endi birinchi gelli ruchka qachon paydo bo'lgan? 1984-yil. 8. Sonlar to'plamidan amallar komplektlari uchun sonlarni shunday tanlangki, berilgan natijalar hosil bo'lsin. Demak, bunda mana bu yerdan 13 chiqadigan sonlarni topamiz. 117 ni 9 ga bo'lsak 13 chiqadi. 117 bo'lingan 9. Ana endi keyingisi qaysi sonni bo'lsak 45 chiqadi. 235 ni 5 ga bo'lsak 45 chiqadi. 20 ni ichiga 47 chiqadi. 4 ta bor va 35 ni ichiga 7 ta. Keyingisi ayirish ekan. Bunga biz 17 chiqishi uchun 235 dan ayiramiz 218 da. Endi qo'shishga 615 qo'shilgan 235. Endi yana bo'lishga qolyapti. 615 bo'lingan 15. Bu 41 chiqadi. Bu 8 edi. 9. Masala uchun tenglamalardan mosini tanlang. Madinaning onasi ko'k va yashil ruchkalardan jami 10 ta sotib oldi. U ko'k ruchkaning yarmini Madinaga bersa, unda 6 ta ruchka qoladi. Madinaning onasi nechta ko'k ruchka sotib olgan? Demak, biz mana bu narsani ololmaymiz, chunki 10 tada yana 6 qo'shilgan, bu xato hisoblanadi. Ayirishda oladigan bo'lsak, mana bu 2 bo'lingan bo'lishi kerak. Bu yerda ko'paytirish, bu ham xato. Mana shuni to'g'ri bo'ladi. Ishlab ko'rsak, Madinaning onasi nechta ko'k ruchka olgani kelib chiqadi. X bo'lingan 2 teng. Bu yerda 4 ta qoldi. Ana endi 4 ta ruchka qolgan. Endi x teng 4 ko'paytirilgan 2. Noma'lum 8 ta ko'k ruchka olgan ekan Madinaning onasi. 8 ta ko'k ruchka va 2 ta yashil ruchka olgan. Chunki 10 dan 8 ni ayirsak 2 ta yashil va 8 ta ko'k ruchka. Endi Madina bilan Akmal bittadan natural son o'yladi. Bu sonlarni qo'shsa 1345 hosil bo'ladi. Agar Madina o'z o'ylagan sonining oxiriga 3 raqamini qo'shib yozsa, Akmal esa o'z o'ylagan sonining oxirida 2 raqamini o'chirib tashlasa, hosil bo'lgan sonlar bir xil bo'ladi. O'ylagan sonlarni toping. Demak, Akmal, Madina. Akmal 4 xonali son o'ylagan ekan va oxiri 2 bilan tugayapti. Demak, Madina 3 ni qo'shsa, buni ikkinchi raqami 3 kelib chiqyapti. Chunki 3 ni qo'ysa, bu raqam bu o'chirilganda kelib chiqyapti. Bu 32ligi aniq bo'ldi. Va mana bu yerda 32 bo'lsa, bu 4 xonali son o'ylagani hisobidan bu 3 va 1 ni olsak bo'ladi. Bu esa Madina esa endi 3 va 1. Mana bu sonni olgan. Mana hozir bitta orqasidagi 2 ni ayirsak, olib tashlasak, bu ikkalasi teng bo'lyapti. Akmal shunda o'ylagan bo'ladi 1332 ni, Madina esa 13 ni o'ylagan.
Mana bitta 3 ni qo'shib yozsa, mana bu son kelib chiqdi. Mana. Endi uyga vazifa. Buni tushundingizlar deb o'ylayman. Sababi biz juda oddiy Akmal 2 ni o'chirgani hisobidan bu 3 kelib chiqyapti. Bu yerda 3 o'z-o'zidan paydo bo'lyapti. Chunki mana bu oxiriga bitta 3 qo'ysa, bu o'ylagan son kelib chiqdi degani uchun bu yerda 3 ni qo'ydim. Va 32 bo'ldi. 32 ga nechini qo'shsak, 45 bo'lishini chiqarib chiqdi. 13 ni qo'shsak, mana ikkalasini qo'shsak, bu kelib chiqadi 1345. Mana. Shu oddiygina, faqat shunga ahamiyat berish kerak. Endi sonlarni yozing. Biz oldin sonlarni yozdik. A o'sish tartibida joylashtirishimiz kerak javoblarni, B esa kamayish tartibida. Demak, birinchi bu 3 bo'ladi. Bu esa 300. Bunisi 30. Bu esa 302. Bu esa 00 ketsa 9 ni ichiga bitta va 16. Ana endi A javobi bo'yicha birinchi 3 ni qo'yamiz. Keyin 16. Undan keyin 30 va 300 va 302. Mana o'sish tartibida joylashtirdik. Endi bunisini kamayish tartibida ekan. Buni bo'lib chiqamiz oldin. 11 ni ichiga bitta bor va 6 ni ichiga yo'q. 61 ni ichiga 5 ta va yana 6 ta. Keyingisi 9 ga bo'lsak 8, 0 va 7 ta, undan keyin 9. Ana endi bunisi bitta 6 ta 36. Undan keyin 2 50. Bu 3, 2, 13 ni ichiga 4 va yana 13 ni ichiga 3 va yana 3. Mana endi bu shart bo'yicha kamayish tartibida eng kattasini topamiz. Eng kattasi 16250 ekan. Undan keyingisi 11048. Undan keyingisi 8079. Undan keyin 3233 va 1056. Endi 12. Demak, 12-masalani jadval yordamida yeching. Madina va Akmal do'kondan sharikli va gelli ruchka sotib oldi. Kim ko'p va qancha ko'p pul to'ladi? Demak, bu Akmal, bu Madina. Birinchi Akmalni hisoblaymiz. Sharikli ruchka 6 dona sotib olibdi va narxi 1800 so'm ekan. Buni ko'paytirsak, oxiridan kelamiz 00. 48 ni 8i 6, 4 bilan 10. 10800 so'm va 5 ta 4500 so'mlik ruchkadan olibdi. 4500 so'mlik ruchkadan 5 ta olgan bo'lsa, bunga to'laydi 00 25 ta 5i 20 22.
22.500 so'm. Endi ikkalasini qo'shsak, Akmal qancha to'lagani kelib chiqadi. 10.800 qo'shilgan 22.500. 13 ta 3, bu 2, 3. 33.500 so'm to'lagan ekan Akmal. 33.300 so'm. Endi Madinani topamiz. Madina 2.500 so'mdan 4 ta ruchka olibdi. Bu bo'ladi 10.000 so'm. Keyin 4.200 dan 6 ta ruchka olibdi. 0 12 ni ikkisi bunga bu 24, 25. 25.200 so'm. Endi qo'shsak so'm. 25.200 so'mga qo'shamiz 10.000 so'mni. Bu bo'ladi 35.200 so'm. Bizga kim ko'p pul to'lagani kelib chiqdi. Madina to'labdi. Ya'ni 35.200 so'm. Endi qancha ko'p deyapti. Shu uchun biz oxirgi ish 35.200 so'mdan ayiramiz 33.300 so'mni. Bu bo'ladi 0, 0. 2 dan ayirolmaymiz 9. Bu yerda 1 qolgan. 1.900 so'm ko'p. Javobga yozamiz. Madina 1.900 so'm ko'p to'lagan. Shu bilan bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, sog' bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting, obuna bo'ling. Savollaringiz bo'lsa yozib keting, javob beramiz. Xayr, sog' bo'ling.